Xalqqa ham sal quloq solish kerakmi? Prezidentimiz nima deyapti? Prezidentimiz huquqingni talab qil deyapti-yu. Talab qilmayapmiz biz O'zbekiston. Zo'r odamlar to'rtidan joy oldi. Biz joy olganimiz yo'q. Mana shu yerda yerda o'tiribmiz. Araba sudrab o'zim ko'rdim. Araba sudrab, manaqa chiqamiz. Yashashimiz kerak-ku. Yig'iladi, qon yig'iladi. Xalq shunaqa yig'ilyapti. Bozor qilyapti, hokim qilyapti. Xalq ham bilish kerakmi? Ya xalq bosh ko'tarish kerak. Bosh ko'tarishga majbur qilasizlarmi? Katta xo'jayinlar kimlar orqasidan? Xalq orqasidan. Xo'jayin bo'lib yuribdi. Xalq yo'q bo'lsa, xo'jayin qayerdan bo'ladi? Xalqni ezyapti mana shunaqasiga. Yashasang yasha, yashamasang yo'q. Lekin bu yoqda to'lovlarimiz bizda. Gazga to'laysan, svetga to'laysan, yasha. Yasha to'lamasang kun yo'q, svet yo'q, gaz yo'q. Xalq yashash kerakmi? Xalqqa ham quloq solish kerakmi?